Nihoyatda baxtli do'stlar, sizlar bilan o'sha Shadex Junior va bugungi videomizda biz zombi apokalipsisda tirik qolamiz va shuning bilan birga kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yangi kanal va bo'ldi, shu bilan hammasi tugadi. Survivalni biz boshlaymiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, chunki bu kanalda men hali millionta obunachiga erishmoqchiman. Hozir biz birinchi o'zimizga daraxtdan narsalar yasab olishimiz kerak. Bilmadim nimaga, lekin kerak. Xullas, bu survivalni zombi apokalipsis modi haqida gapiradigan bo'lsam, bu zombi apokalipsis modi bilmadim qanchada ishlaydi. Tez ishlab ketmaydi, birdaniga sekin virus tarqashi kerak. Shuning uchun bu birinchi qismda zombilar qatnashgan sahnalar juda ham kam bo'lishi ehtimoli bor. Lekin versak yasab narsalar yasashga o'sbet qilamiz. Xullas, men bitta mod o'rnatganman. Qoida bo'yicha biz bitta оружие olamiz o'zimizga, chunki zombilar pashti hammasida avtomat оружиялар bo'ladi. Shuning uchun biz ularga qarshi kurash uchun nereal kuchli bo'lishimiz kerak. Shuning uchun o'zimizga bitta MP5 olamiz menimcha. Hozir bo'lsa men toshga olishim kerak, chunki toshli narsalar, daraxtli narsalardan ancha yaxshiroq. Hozir sizlarga bu mod haqida gapiradigan bo'lsam, avtomat mod juda ham yaxshi ishlangan. Agar avtomat ikkinchi qo'lga olsanglar, orqalarda tak o'tirib beradi. O'qlashga R harfini bossanglar o'qlaydi. Yana o'zim bitta ustunliklari bor, uni hali ko'rsataman. Hozir avtomatda otganimda ko'rsataman-da. Xullas, hozir toshga olib, biz yaxshilab narsalar olib, tayyor bosib olishimiz kerak. Tako'y zombilikni buzaman deb turishimiz kerak. Xo'p, hozircha normalniy ko'p youtuberlar sizlarga ko'p sirlarni aytmaydi. Masalan, avtomat modni qayerdan olishi, Telegram kanaliga kirgandan keyin Telegram kanalda mod mana kanalda deydi. U kanalda olguncha millionta kanalga obuna bo'lish kerak. Yo'q, men Telegram kanalda bunaqa emas. Xullas, kommentariyada yomon, mashhur youtuberlar yomonlab tashamanglar, men sizlarga hate qotganim yo'q, gap egasini topadi. Xullas, biz hozir kreativga o'tib olishimiz kerak o'zimiz narsalarimizni. Lekin o'sha og'zim og'rib ketdi. Ana kreativ chiqdi va hozir mana bu yerda zombi narsalari bor. Mana avtomat. Xo'p, bu yerda MP5imizni mana oldik. Endi buni o'qib prostoy patronini olamiz. Menimcha bizga 2 stak yetadi. Mana 2 stak. Buni menimcha inventariga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, chunki asosiy turish shart emas. Endi bu yerdan biz o'zimizga kerakli narsalar olishimiz kerak. Pritsel, bilmayman nimadir, orqada turadiganini ushlaydigani, oldida turadigan ushlaydigani. Xullas, Z-ni bossanglar mana shu joyga kiradi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan ustunligim shu. Bu modda Z-ni bossanglar mana narsalarni qo'yadigan joyga kiradi. Mana bosdik, bo'ldi, mana ko'rdinglar. Tak, bilmadim endi nima bo'ladi bu yog'iga. Yana survivalga o'tib olamiz deydi, survivalimizni davom ettiramiz. To'g'riga qanday go'zal bu olamni ketamiz va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Iltimos, shuncha harakat. Bu videoga men bir oy tayyorlandim, bir oy modlar yig'dim, bir oy Minecraft tayyorladim. Ovozimni yaxshiladim, lekin uyda bugun bir o'zim bo'lganim uchun bugun video olishga qaror qildim. Xullas, gap ko'p aytadigan bo'lsak, sizlar bo'lsa mana shuncha harakatim, 3 oylik harakatim uchun obuna bo'lib qo'yinglar. U mayda boshlanganda tayyorlanish boshlaganman. Agar sizlarga obunachimdan challenge videolari yoqadigan bo'lsa, mana shu videoning kommentariyasiga yozsanglar, men obunachimdan challenge videosini olaman. Obunachimdan challenge degan videolarni boshqa YouTube kanalimga olganman, lekin u videolarni nedir bloklab tashlashgan. Men bitta bo'lsa chiqa olmayapman. Kompyuter kontrolga hali uncha o'rganganim yo'q, menimcha shunga bo'lsa kerak. Xudo xolasa hammasi yaxshilashib ketadi agar sizlar yordam bersanglar. Men ham boshim aylanib ketdi. Agar sizlar ham menga yordam beradigan bo'lsanglar, balki men ham artefaktga o'xshagan buyuk youtuber bo'lib ketishim mumkin. Artefakt menimcha hamma Minecraft yoqtiradigan odamlarni yaxshi ko'rgan Minecraftlar bo'lsa kerak. Hozir ko'mir chiqdi, lekin buni oldidan men sizlarga avtomatik qanaqa otishni o'rgatmoqchiman. Bu yerda 10 tarafga bossanglar poylaydi va otish qali. Otishi zo'rmi, qichig'i. Endi ko'mir kovlaymiz. Bizga hali ko'mir juda ham ko'p kerak bo'ladi, chunki men auto smelt, auto enchant modlarini qo'shmaganman. Xullas, bu modlar qanaqa desanglar, telefonda shunaqa mod bor, qarchi auto enchant qo'lga olgan narsani o'zi sehrlab beradi, avtomatik super qilib. Auto smelt kovlagan rudalarni o'zi pishirib beradi. Xullas, mana hozir ko'mirlarni kovlayapman. Videomiz уже 5 minutli ham bo'lib qopti. Bu video qachon chiqishini bilmayman, lekin yaqinda Braziliya Norvegiyaga parod qilib qo'ydi va
Portugaliya kecha sharmandalarcha Ispaniyaga boqchi bolasiga mag'lub bo'ldi. Ronaldoning oxirgi jahon chempionati edi, lekin bu futbol sharhi emas, nima deyapsan? Xullas, mayli, videoni davom ettiramiz. Ko'mirlarni kovlab bo'ldim. Tak, endi yana o'zim eng yomon ko'rgan ish tepaga chiqish bilan shug'ullanaman. Tak, mashinadan paq chiqsa, qishloq topishimiz kerak, lekin bunaqa joylarda qishloq bo'lmasa ham kerak. Lekin mana shu oq daraxtlardan uylar zo'r chiqadi, balki ikkinchi qismini uy ham qurarman yoki bu ishlarni kadr orti qilarman. Mayli, lekin bu yerda yuradigan ovqat topib oldim va avtomatik berishga zo'r vaziyat. Ikkita o'qni o'ldiradi qo'yni, boshiga otib bitta o'ldirishi mumkin, lekin men ayblamadim. Qo'y qimirlardi. Xullas, mana bu yerda qizil gulni kovlashimiz kerak. Yo'q, qo'y. Nima qildim? Qizil gul emas, yaxshisi sariq gul qilamiz, chunki qizil gullar rangi olib kravatda bo'yaydigan bo'lsak, sal siyosatga to'g'ri kelmay qoladi. Xullas, YouTube kanaliga yangi aytganimdek, xohlasanglar obuna bo'linglar. Xohlasanglar emas, obuna bo'lishinglar shart. Bo'ldi, shuncha harakatga endi podдержка bo'linglar. Bilaman, bu videoni ko'rayotgan 10 ta odamdan hajami bittasi pok qalbli, aqlli, insofli inson bo'ladi va shu videoga hech bo'lmagan obuna emas, u like bosib qo'yishiga ishonaman. Bu yerda biz qanaqadir kon topdik. Sakrayman. Xullas, sakradim, jonim lekin ko'p ketdi. Hozir qornim ham juda ham och, lekin ovqat pishirib bo'lmaydi. Hamma juda ham qorong'i, o'shanga sham yasolmasam bo'lmaydi. Xullas, xom go'sht yeyish variant emas, avtomatik qo'lga olib sekin kirib ketamiz. Bu yerda hech narsa yo'q. Skeletni ovozi eshitilyapti, lekin skeletni balosi ham yo'q bu yerda. Sekin pastga tushiramiz, ko'rindi. Sekin poylaymiz. Sizlarga hozir hech nima ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Menimcha hozir effekt olsam kerak. Mana effekt olishim kerak va sizlarga kadrlar yomon xunuk bo'lib qoladi. Birinchi bo'lib biz piyasi fullga o'tib olamiz, chunki creeperga borganimizda bam etsa biz parod o'qib qolishimiz mumkin. Endi shu komandani yozamiz. Effekt berish. Xo'p, mana skinimga va tungi ko'rish. Infinity deb yoz. Yo'q, bu cheksiz deb yozib bo'lmaydi, chunki hozir bu 121 emas. Shuning uchun cheksiz son qo'yib tashlasa o'zi chiqadi. Tak, mana bizning personajimizga yorug'lik keldi. Endi men o'tib olib normalga o'tkazsa ham bo'ladi. Hop, sekin ketadi. Yo'qda creeper bor ekan, endi ko'rinish boshladi. Creeper bilan birga bir qonli jang qilib solishgandan keyin ikkinchisi ham o'tib ketdi. Ikkinchisi menga tegmadi, mana bunga tegmayman, mayli ketaveramiz. Tak, oldimizdan temir chiqdi, ne kovlamayapman. Kovla voy orqada qolib ketdi. Tavba qildim. Charchadim shu oxirgi kunlarda to'g'risi. Tak, to'g'risini aytsam, men oddiy Minecraft muxlisi bo'lganman oldin. Artifact, Ricker, Yasiko degan anaqa youtuberlarni ko'rganman, lekin Yasikoni boshqacha hurmat qilardim. Mana kasallanganlar videosida zo'r bo'lgan o'sha videosi ham. Hozir bolalar agar Minecraft ovozi bilan anaqa o'yin to'g'ri kelmay qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu men unaqa aybi, men emas, o'yin aybi. Xullas, mikrofon yaxshi uncha ishlamayapti. O'yin ham uncha yaxshi ovoz yetkazib bera olmayapti. Xullas, hozir ko'mir kovlashimiz kerak edi. Biz temir bronya qilishimiz kerak. Xohlasak granata ham yasab olamiz. Videomizdan уже 9-minutga ketayotgan ekan. 9-minutga yaqinlashib qolgan. Mayli, videomiz ham cho'zilib ketyapti. Bolalar, sizlardan iltimos qilaman, yana eslataman, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu video yangi. Bu kanal ham yangi. Men 1 million bo'lmoqchiman, to'g'risini aytsam. Hozir 100 ta obunachi yig'ilsa ham men juda ham xursand bo'laman. Chunki o'tgan YouTube kanalimda, boshqa YouTube kanalimda 1000 ta obunachi, million ta obunachi yig'ish armon bo'lib qoldi. Hozir 3000 ta ham yig'olmadim. Hozir ham 2200 bo'lib turibdi. Ovozimdan taniganlar taniydi, bo'lmasa meni hech kim tanimasa ham kerak. Tak, oldin telefonda qilganman videolarni. Hozir men haqimda emas, hozir bizning zombi apokalipsis haqida. Zombilar chiqmayapti, bilaman, zombilar menimcha unaqa ko'p paydo bo'lmaydi. Kech qismda aniq qushlar bilan o'sha bilan yirtaman, manjo. Любойni yirtaman. Millat. Creeper. Shu creeper pismay borqada yomon kelib qoladi, borib temir kovlashga ham qo'ymaydi. Agar ovozim yoqmayotgan bo'lsa, kechiringlar meni. Endi boshqa narsa qilib o'zgartira olmaymiz.
Temirlar ham normallik ko'payib qoldi. Keyingi videoyim qanaqa bo'lishini sizlar yozib qo'ya qolinglar. Obunachimdan challenge qilgim kelyapti mani cho'ta. Agar sizlar yoqadigan bo'lsa qilib yuboraman, mani bilasizlar. Yoki bilmaysizlar. Xullas nima qilsanglar qildinglar. Oldin eski kanalimda ham shunaqa videolar qilganman, lekin bloklanib ketgan. Hop, tepada temir turibdi, normalligini ko'pga o'xshayapti, lekin bu yerda 3 dona ekan. Hop, menga Tetris bo'ldi, qanaqadir ruda topdim, qizil toshda tosh kurga tushyapti va buni nomi Rubin. Rubin qanaqa kurkaligini bilasizlarmi? Ruda. Xullas men buni Robin deb o'yladim. Robinga o'xshatdi mani. Niderlandiyalik futbolchi bor-ku. Unaqa Romaga. Casillas fantastik save qilgan. Kartusha. Boydan beri futbol haqida gapiryapman, futbol sharhiga o'xshab ketyapti. Xullas bolalar, bu mod mani Telegram kanalimda bo'ladi yoki Reker Telegram kanalida ham anaqa deb qidirsanglar bo'ladi. Zombi mod deyapman. Uni shunda Reker kanaliga chiqib turib mutant best emas. Nimada zombi deb qidirsanglar o'zi chiqadi original kanalda. Xullas videomiz ancha cho'zilib qolibdi, mayli. Kovlayveramiz temir. Jalkami. Tekin bo'lgandan keyin kovlayveramizda. Mayli, birpas jim turamasizlar, mazza qilib tomosha qilishinglar uchun. Anta creeper turibdi. Uni zarar menga tegmadi, mana buni o'ldirmayman desam ishonmanglar, men vahshiy qotilman. O'xshamay qoldi. Pastga sakradik. Borib shu creeper bilan solishmasam endi men joyiga tushmaydi. Любойni yorvoraman mana shu creeperga o'xshab. Avtomatni otishiga 10 dan 1 gacha baho berib ketinglar. Shu avtomat modda ham agar internetdan skachat qilmoqchi bo'lsanglar, bu kompyuterga xafa bo'lmanglar, bedrockchilar. Bilaman, ko'pchilikda sharoit yo'q, kompyuterga o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Yaqinda sovg'a qilishdi menga notebook, kompyuter emas, u notebook bo'ladi. Uni shader ko'tarmasligi mumkin. Skim yoqqan bo'lsa bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas buni avtomatda o'qilishga R harfi bosiladi dedim. Menda prosta R ga F5 qo'yganim uchun hozir nosozlik bo'lyapti. Mana buni to'g'rilayman. M ga qo'yib qo'ya qolaman o'qilishni. P demoqchi. M ga qo'yib qo'yaman, P chunki ishlamadi. Tak, mayli, готов, sozdание bir balo. Rus tilini uncha yaxshi emasman, meni so'kmanglar. Ingliz tilini o'rtacha bilaman, elementary darajadaman. Lekin yaqinda pre-intermediate-ga o'tish niyati bor. To'la matematikaga ham boraman. O'zim haqimda ma'lumot boshqa bermagan bo'ldi. Sizlarga nima qiziq bor, to'g'rimi? Xullas, bugungi videoni menimcha tugatamiz. Bo'ldi. Birpas aylanib yuradi. Mashlar zombi bo'lsa, alamoli cho'ta odam zerikdi zombi chiqmaganga. Qattasanlar, zombichalar. Hop, bu yerda yo'q xullas. Hop, boyga xato qilib qo'yman, o'qlash bilan anaqani o'rnini almashtirib qo'yman. O'qlash hali ham anaqada R'da F5 ga qo'yib qo'yman, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Shu videoni shu joygacha ko'rgan hamma insofli musulmonlarga rahmat. Xullas, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlardagi odamlar ko'payursin. Mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan Vartex